Assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar, nima gap? Videoni sarlavhasidan ko'rganinglardek, bugun sizlar bilan Zolotoy Korona haqida gaplashamiz. Bundan 1 yil oldin Rossiyadan deport bo'ldim va shu deport bo'lish vaqtida, ya'ni mani Saxaroda ushlab turishdi. Saxarodan keyin bir haftadan keyin mani tushirib yuborish uchun aeroportga olib kelishdi. Aeroportga olib kelgandan keyin bilasizlar, telefonlarni qo'lga berishadi. Demak, qo'limga olgandan keyin sразу men Rossiya sim kartamdan Zolotoy Koronaga kirib qarz oldim. Endi qancha qarz bo'ldi? Adashmasam 50 ming rubl qarz olgandim. Xo'p, men undan keyin O'zbekistonga qaytdim. O'zbekistondan qaytib ishlashim kerak, Turkiyaga keldim. Xo'p, qarz to'lamaganimga o'rtacha adashmasam 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. U summa, demak, shu bilasizlar, Zolotoy Korona ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin protsent ko'tarishni boshladi. Protsent ko'tarilib, ayni vaqtga kelib, hozir dollarga hisoblaganda $1,5 ming bo'lgan. Va kecha kuni uyimizga xat kelgan. Men Turkiyadaman, lekin uyimizga xat olib kelib tashlashgan. O'g'lingiz mana shunaqa Zolotoy Koronadan kredit olgan va u hozirgi summasi 117 ming, 118 ming rubl bo'lgan. Uni to'lashini talab qilamiz deb xat olib kelib tashlab ketishgan. Demak, bundan ma'lumki, men u xatni o'qib ko'rdim. O'zbekiston bilan hozir Zolotoy Koronani, ya'ni O'zbekistondagi Aloqa bank bilan hamkorlik o'rnatibdi. Va hamkorlik o'rnatgan, ya'ni Aloqa bank bilan, demak siz O'zbekistonda bo'lsangiz ham, Rossiyada hududida bo'lmasangiz ham, demak Zolotoy Korona sizdan shu olgan qarzingizni undirishi mumkin. Shu sababli ham, если что, Zolotoy Koronadan qarzingiz bo'lsa, O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsangiz, ketishdan oldin qarzlaringizni uzib keting. Chunki O'zbekistonga borganingizdan keyin albatta uncha pulni to'lash o'zi bo'lmaydi. Demak, topayotgan pulingiz ro'zg'ordan ortmay qolishi mumkin. Shu sababli ham, если что, sizda qarz bo'ladigan bo'lsa, kredit olgan bo'lsangiz, albatta ketishdan oldin qarzlaringizni uzib, tekis qilib ketishingizni maslahat beraman. Bo'lmasa, sizga ham menga o'xshab mana shunaqangi uyingizga xat kelishi mumkin va albatta sizga turli xil muammolar keltirib chiqaradi. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.